O'zim musofirlikdaman, ota-onamni, yaqinlarimni Umra safariga jo'natmoqchiman. Hikmat Travel'da 14 kunlik Umra safar narxlari qanaqa bo'lyapti, shart-sharoitlari qanaqa degan obunachilarimiz, keyin men musofirlikdan turib qanday qilib to'lovlar amalga oshiraman degan obunachilarimiz xudo xolasa savollariga bugungi videoda javob olishlaring mumkin bo'ladi. Agar siz ham bizni musofirlikdan kuzatayotgan bo'lsangiz, videomizni o'tkazib bormaysiz. Xudo xolasa aynan shu video siz uchun. Videomizni boshidan bittadan like bosib, bizni qo'llab-quvvatlab, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, xudo xolasa Hikmat Travel'da qanaqa yangiliklar bo'layotganini birinchilardan bo'lib kuzatib borishlaring mumkin bo'ladi. Sizlar like'larda bosib bizni qo'llab-quvvatlab tursanlaring, men Abdug'offor akadan to'liq ma'lumot olishni boshlayman. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa aka, biz obunachilar uchun musofirlikdan kuzatayotganlar va ota-onamni, yaqinlarimni Umra safariga jo'natmoqchiman. O'zi narxlari qanaqa bo'lyapti, shart-sharoitlari qanaqa, men u joylardan turib qanday qilib to'lovlar amalga oshiraman degan obunachilarimiz savollariga bitta javob bersak aka. Xo'p bo'ladi. Xo'p, chislolardan boshlaymiz. Qaysi kunlarga reyslar bor? Namangan Jidda yo'nalishi bo'yicha avgust oyidagi reyslarimiz kunlari 20-27 avgust kunlari bor. Farg'ona Madina yo'nalishi bo'yicha reysimiz kuni 15 avgust kuni bor. Xo'p, sentyabr oyiga bormoqchiman vodiydan degan obunachilarimiz uchun Namangan Madina yo'nalishi bo'yicha sentyabr oyidagi kunlari 3-sentyabr, 10-sentyabr, 17-24-sentyabr kunlari reyslarimiz qo'yilgan. Bularda hammasining narxini $975 qilib beramiz. Vodiy yo'nalishi bo'yicha Namangan, Farg'onada. Xo'p, yo biz Toshkentdan bormoqchimiz deydigan obunachilarimiz uchun Toshkent Madina yo'nalishi bo'yicha avgust oyidagi reyslarimiz kunlari 15-avgust, 16, 22, 23, 28, 29 avgust kunlari reyslarimiz qo'yilgan. Buni narxini $960 qilib beramiz. Toshkentdan biz sentyabr oyiga boramiz deydiganlar uchun Toshkent yo'nalishi bo'yicha sentyabr oyida qo'yilgan reyslarimiz kunlari 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 sentyabr kunlari reyslarimiz qo'yilgan. Buni ham narxini $960 qilib beramiz xudo xolasa. Bemalol telefon qilib xudo xolasa joylarini bron qilsa bo'ladi. Bemalol. Endi aka, musofirlikdan turib qanday qilib to'lovlar amalga oshiraman degan obunachilarimizga savollarga javob berib o'tsangiz. Xo'p, musofirda turib shu nomerlarimizda Telegram, WhatsApplar ishlayapti. Bemalol aloqaga chiqib, Zagram pasportlaringni tashlab bersalaring, biz sizlarga joylarni bron qilib qo'yamiz. Kelib, o'sha 1-2 kun damlarini olib, aeroportga chiqib uchib ketaverasizlar yoki bo'lmasam uydalarda uchirmoqchiman deydigan bo'lsa, bemalol atdan turib bizdan zakaz berishaveradi. Pasportlarini olib zakazlarni qabul qilamiz va uydalari, yaqinlari aeroportga borib, qachon chiqishlari, kimga telefon qilishlari hammasini o'zimiz chiroyli qilib tushuntiramiz. Aeroportga borib, o'sha odamlarga uchrab hisob-kitoblarni qilib uchib ketishaveradi. Xolos. Gap yo'q. Endi men shart-sharoitlar tushuntirib bersak aka. Xo'p, sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha, gastitsamiz uzoqligi Makka Mukarramada 800 metrdan 2,5 kilometrgacha. Xo'p, qaysi biri bo'sh bo'lsa, gastitsalarimiz o'shga tushadi, xudo xolasa. Bundan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlar. Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi. Joylashuvlar 4 kishilik, 5 kishilik joylashuv bo'ladi. 4 yulduzli bo'ladi gastitsalarimiz, xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqsalaring bo'laveradi. 50 boshimiz birga borib, birga kelishadi. Firma tomonidan kamida so'mga bejik beriladi. Qaytilayotganda 5 litr zamzam suv bonus sifatida qo'shib beriladi, xudo xolasa. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, o'zlaring joylarini bron qilishlari mumkin. Xudo xolasa sizlarga yanada to'liqroq ma'lumot beriladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.